Bəyli qaysı zaman, qaysı makan buluşudan qat'i nazar zahar azaldan qarşı kelingan buyum emas. Hammamiz birlikda zaharni cheklaylik, zaharni rad qilaylik. İnsaniyet sağlamlığa muhtaç. Ruhi ve cismani sağlamlığımız için zaharni cheklaylik, zaharni rad qilaylik. 我最亲爱的朋友们，为了亲人们的幸福，让我们大家一起努力，珍爱生命，远离毒品。 Çıktım uydan tün nisbida Anam tuymasdan Sırlık tuman qaynimiga Şudum asta Çıktım uydan tün nisbida Anam tuymasdan Sırlık tuman qaynimiga Şungudum asra Tütünlerge boğuldum asil Yeridiyetim Kuya cennet huzurida Yayridiyetim Ata-anam bisatini tütünge sattı Maişetlik tün koynuğa üzemni attı Çırmab aldı vücudumni sırlık tumanlar Dilda kaldı şiiri düşler arzu armanlar Mağlubiyetning osmon palak yong'irtib kelayotgan motam muzikasiga jo'r bo'lib zulmat tarafga ishqirligicha juldur kepan oshiq beshidagi oltin tojlari jiniga jinidanmi yaqinroq turg'uchilar tarafidan zo'ravonlik bilan ilib ketilgan onalar umr bo'yi bino qilgan saroylarining bir kechidilib birovning qunalg'usiga aylanib ketishiga sababkor bo'luvchi noahlilar so'zgan qora qo'llar iskanjisida xasta bo'lgan otalar ko'zlarimizga hasrat bilan boqqan asnoda sen bechoralik qisilchoqlardagi qorong'u uyda zulmatni ichingga kuchab tortayotgan bo'lasan bu zulmat mudhish o'qlarda qalbingdagi quyoshni itib halok qiladi-da yaralmishdiki nuring g'ururing buyukliking og'zingda tutunlayotgan zahar kabi asta ko'zdan g'oyib bo'ladi bu odamlik olamda olamlik odam bo'lish g'oyang shundagi qushlarga agishib shiraqlarga uzab ketganda chorsizlik adoqqa yorga aylandi yorsiz bodasizlik bilan to'lgan kossalaring seni hasrat sharoblar bilan mast qilganda yana qaysi ulpat bilan so'qishtirib ishmaydisan sen kecha bilan kunduz orasida ig'ir yutalgancha jahannamni ichingga sho'rayotgan kasalman odam sen butun badani yilon o'ziga aylanib kelgusdan umidsizlanguchi qora arg'amchiq mahkam esilib hasratlik girdobga yo'l og'uchi tushgun sayyoh quyoshni yurgidan cho'g'chilab ilib poklik mehroblarga qo'ndirgan oriflarni yoshirin ko'zitib yosh to'kkichi o'lmasdan turib o'zini lahatning qorong'uligiga band qilib etish piyanchiklarcha hamoqatlikning timsolidir bir
yoki bir ayol malaikalarning sajdagohidirki, mal'unlarning zaypuraydigan tunakxonasi emas. Üstidan kun bo'yi tutun agib turadigan dumchak tog'lar qandoqlarcha muqaddaslikning simvoli bo'la olasin. Oningdan quyoshliq kunduz ostida chip-chip terlab o'ltirib, tuproqqa tasbih ayta oladigan tashlandiq toshlar afzaldir. Gül giyohlari, dal daraxtlari kuyib, kulga aylangan bog'lar bulbul oshiqlik bilan kech-kunduz kuylaydigan joy bo'lolmaydi. Bu tuproqning shoni shavkitini behush holda tam tuvda, napak qisilchoqlarda mükib o'ltirib, zahar bilan kayfini bosquchilar emas, aql idrokini pok tutquchilar choptirgan otlarning zabardast tuyoqlari, shirmat bahodirlar qilish urganda porlab chiqqan quyosh, oilasini, qavm qarindoshlarini adoqqicha jon jahli bilan muhofazat qiluvchi ulug'lar yaratgan. O'z-o'ziga zulm qilish insoniy takomillikning belgisi emas. Ömrni oxirgi chekkicha o'tkazish huquqi berilganligini idrok qila oladigan har qanday hush egisi har kun sahar ko'tarilgan quyoshga balog'atlik tillar bilan yozilgan maktublarni yo'llay oladigan, kech kirganda peshonasidan tapchirgan tarlardan gul dastlar tizib sevgi egalariga suna oladigan bo'la olishi kerakki, siyinib turgan turxunlardan nijotlik gulxonlarni kutish deshvorchiligi kulli koinotga taalluq bo'lmagan joylarga surgundir. Qinvalaydi dariga can anam qini, kim qutluzar şun ajalning qo'ynidini. Aql o'shimizning davomli o'z ilkimizda bo'lishi uchun zahardan jiroq turing. Zaharni cheklayli, zaharni rad qilaylik. Drugs negatively affect all of us, no matter where in the world we are. Just say no.